Dostum dostlar, bugün bu saatte editik seni mazmun ko'rgish ramkasini so'zlaymiz. Undaqda darsni boshlab ketsam, avval ma'lum mo'rin projekt qurgandan keyin ma'lum narsalarni o'zgartib, light o'zgartib, andin ma tekstiyoni o'chirib, andin meyaga editik step yozgandan keyin buningki kengligi va egizligi chiqdi. Egizligi va kengligi bo'lganda aniki bir narsa mavjud tura oladi. Shuning uchun buni warp content qilib mazmuni qarta chiqsunday, undaqda buningga warp content qilib mazmuni chiqsunday egizganlik. Undan buni alayda bir xosligi Android Hinit deb bir xoslik bo'ldi. Bu mazmun kirgizgandan keyin buning ichiga xat o'chib ketadi. Undaqda biz manda bir jami chiqarib boqaylik. Adres kirgizdigan, keyku nomer kirgizdigan, telefon nomer kirgizdigan degandek bir ko'rimiz yasab boqaylik. Amsa buningga ism kirgizdigan. Xiaoming deb qo'yaylik. Xingming deb. Andin bunun yeni bir kirgizish nemisini belgilaydigan bir xoslığı var. U bo'lsa input type deb bir xoslik bo'ldi. Bu bo'lsa kirgizgan mazmun asen bir narsani tanishaymiz. Undaqda bu yerga tekst kirgizsak, tekst deb yozamiz. Bir narsa cheklim qo'ymaya cheklim bor. Bu cheklimlar web password deydi. Bu yerga tornik bir başniklar bu telefon nomeridan boshqa kirgizilmaydi deydi. Tekstdan boshqani kirgizilmaydi. Tekstga bir qator yuqori mazmun oldi. Undan data bu vaqtdan boshqani kirgizolmaysiz deydi. Undan data time deydi. Vaqt sekund deb aytiladi. Endi bu number degan bu nimiki tang. Endi mustaq bir ko'rib baqsanglar bo'ldi. Buniki yana spek ishlangan ma'lum telefon nomer bir narsa ma'lum maxfiy nomer and URL andin mayaga web edit text deydi, and web password deydi, andin shuni qaraq bir narsalar bor ekan. Nota bu yerga ism kirgizgan text deb olay. Andin kirgizish nemisini belgilab qo'y. Manch xatdan azos bo'lmaydi, manch xatdan eshib kes bo'lmaydi deb. Lekin Android min mash min lengiz deb bo'ldi. Bu cheklim qo'yildi buningga. Cheklim ismi minmashdimi? Buningga o'zimning bilgincha bo'yicha qilay. Imsa min xegiz bo'lsa eng kichik bo'lganda 5. Andin Android mushumu hamda xumdum hamda mash dinestiyenmu hamda andin buningga bu bo'lsa buni isbotqa mash yalnız olsa buningga 15 de. Endi buni bu qandoq chiqadi? Buningga bir ko'p baqalay. Tunji qatim chiqqanda mustasal astaraqa.
Sonra bunu to'xtatib elg'u dema bu beshi eldan boshlanadigan bir narsa. Undaqda biz nega men Lenis qudayman. Men Lenis Manchsandan kambuqas bo'lmaydi. Mushuka andin mash Lenis bu 15 xatdan eshib kesib bo'lmaydi deydi. Bununla 5 deydi. Andaqda biz bunu dastlabki chiqarib bunu icra qilmay turli. Andin bunun yana Android bir qurilgan mazmun tasvirini deyish uchun buningki singlini deb bir xasqi bor. Shu qo'yatgandikken bu bir qurilgan mazmun badigan bo'ldi. Andin bu hozir mau ism yozig'ini shundami? Andin buniki astidagi siziq chiqmasin deyish uchun backgroundsini Android backgrounds'i null qildi. Andin biz bununla hozir bunu yozib bo'ldik. Yozgan bilan biz hozir bununla bir Gemini hesap chiroyli qilish uchun biz Light'dan birini qurib buniki majburmat olsun. Andin buniki 60 dB olsun. Andin buniki yana qetib oldim avqat. Sel saqlab qolgan şeyimiz mi? Qaytib qoldi mı avqat? Biz mandaq bir Gemini chiqarib boqaylik. Masalan, mana qaranglar. Mana qaranglar. Tabovni içip mene adres toş qildigan bir yer bo'ldigan. Shu yani bir chiqarib ko'rib boqaylik. Shu chiqarib shu qo'y deydi. Biz mushu ko'rimizni bir chiqarib ko'rib sinab boqaylik. Andaqda biz birinchisiga biz bu ko'rimiz mal topshirish ko'rimiz ekan. Biz buni kengaytga olda chiqarib sinaylik. Undaqda biz tepsiga bir tal teksti qo'shib buningki tekstiga tekst size 22 dB bo'lsin, 25 dB bo'lsin. Andin buningki Android teksti o da DJ deb qo'yay. O da DJ o da show
mal topshirish adresini deb qo'yay. Andan keyin buniki backgrounds'ni Android backgrounds'i mavi rangda bo'lsin. Andan keyin buniki activity'ga extends app compat qilib activity'ga extends qilgandan keyin andin buniki maya chiqqan bo'lsa ismi ko'rib turdik buni. Andin dastlabda biz to'psini chiqarib oldik shundami? Andin men bir tal tekst qo'ydik. Buni men ko'chirib elib chiroyli bir yozaylik bu kunimizni. Masalan Taoba'nın mayalları men uchirib o'tgandan keyin mundaq chiqib ketgan shundami? Biz mundaq qilib turib bir mis baqaylik. Undaqda biz menga imtiyozlar qurib buniki majburmat olsun bu mau mana ID bağlay Android ID RL1 dey. Andin mau RL1'nin asılsın. Android RL Android Night Blues'i RL1'nin asılsın. Andin maniki background'si ma 5'likisininki bo'lsin sütran renk olsun. Andin meyadim biz bunu bunun ichiga endi qo'yaylik buni. Qo'ygandan keyin buniki qancha araliq tashilsin desanglar buningga bir 20 dB Android margin topsi 20 dB araliq tashlab taktik serilsin. Andin biz bunu yine ID bağlab Android ID deb biz bunu ID deb bununla ET1 deyli. Andin bununla manda qilaylik. Biz download'e hesap download'e kirish betini atıltıp manda qilaylik bununla. Hazır men taybesini test qilib qo'ydik shundami? Bununla Janhao dey. Biz tunç saatlik yazgan mayalni man elib biz mal elib olay. Andin bu download'e biz aldığın saat yazdık mı? Bununla 2 saat yazmışız. Demo 2 Java'nınki Android'e demo 2'ninki bir activity nimesini elbilip bununki Java arkalık endi ona qilib kirgan bir xilsizlikni belgilaydi. Undaqda buni ko'chirib chaqirayotgandan keyin u biz tunç qitim qilgan u ko'rimiz xil obdan chiroyliqlam chiqqan. Undaqda biz bu ko'rimiz qayt bir ko'rib boqaylik. Bu 3 yıl oldu.
Biz onu Java'da yüzüp Java'da QQ HTTP'den yüzüp kırdan kılıp çıraylık kılıp kılaylı Java kod yüzüp internet arkalık beta tiltip onunla bu icra bu vaqtça biz Manın tekst diyeyim şimdi ama biz maqasıgın mağın elbetsegin bulakay boptu bu tribagay içilvatdan en olsun endi içildi biz muşu körümüzni izip kırpaqlay bu körümüzni layıkta çıqagan anaqta biz buniki mağ download degan xetini azroq cho'ngiltib qo'yaylik download degan text size android text size'ni 18 db qilaylik estağfurullah andın bununla kirgizish ramkasiga kirgizish ramkasi hozir manda shundaymi biz bununla mani faqat sallam kirgizdan qilaylik san bu birincisi mau bununla android text type input type'si bununla 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 pixoneni qo'yay andın manınga text type'siga maniki bir xasligi android kirgizish nemesini cheklab qo'yay manchilik kamuflaj bo'lmaydi degan bo'lmaydi Linux'ga telefon numar QQ numar adet 10 xandan kam bo'lmaydigan 10 xona deb yozib qo'yay andın manınga andın mash Linux'ga android mash Linux mash Linux deb qapta va min Linux'ga endi bununla 15 xan değişip kesip bulmaydı dey. Manın 10 xan manınga 15 xan değişip kesip bulmaydı dey. Manınga 8 xandan kamuflaj bulmaydı dey. Ondan da mimaga android input type'siga kirgizish nemesi cheklab qo'yay. Hatta bununla biz text password deb bakka uch xaslik ishiltili mima kirgizgan. Undaqda buniki az olsun ko'p olsun bu ikkisi bu xaslik bo'lg'ay az ko'plikka. Andin biz botning bt1 deb qo'yibdik. Andin sen qopdik. Undaqda biz yana bir tal activity yizib jemiye yizib bununla Light'qa mouse'ning o'ng tarafini basgandan keyin new dikken light degani basgandan keyin bu yerga qaysi light shiltamsiz light shiltamsiz prime light shiltamsiz tabli light shiltamsiz qani ishlatsangiz birini yozib chiqargandan keyin bu yerga ismini bu yerga
welcome deb yazalım. Undaqda bu betni quruldi. Qurulgandan keyin biz bu yerga bir tal tekstning birini qo'yib qo'yaylik. Endi buningga Android graffiti'siga center deb qo'ygandan keyin andin buningga text view birini qo'yib graffiti center qilib etgandan keyin andin Android tekstini 60 dB qilib Android text stylesini tom qildi. Android text colorsni buningga mushni qildi. Andin Android buningga yana miyobiyan tushirib qapaqla qana oldiq soat qilgandek. Qaytib qoldimi? Android andin buningki mazmun bir qurchiqsin degan xoslik ya tekst uyumining. Andin Android mau qaysi colorda ishlatildi degan. Andin chiqadigan colorsi avo tushiradigan colorsi avo mau moran colorsi rengi mau miyobiyan tushiradigan rengi. Andin radiosini 3 qilaylik. Buni 10 qilaylik. 10 qilib boqaylik qanchalik chiqadi qana. Buni 10 qilaylik. Andin Android 21 soatda radiosini 10 qilaylik. Andin bu text view bitdi. Andaqda biz bunun javasi keldik. Javasini yazaylik. Andin class new classni quramiz. Andin welcome deb quray bunun classning nomini almashib ketmaslik uchun. Andin boshqa yana to'shqa qizimsanlar bo'ldi. Moren package nomi andin public lamdo package private lamdo abstract final lamdo talsanlar bo'ldi. Moren mashq talsanlar bo'ldi. Extends app compat asvitiga extends qilsin. Andin create public create andin bu yerden biz muşuğu deme. Mavcık çıktı. Biz maliyetki malını işletmeyimize malını işletmeyimiz bunu. Andin bununla set content view arqalıq bu cemiyeni göstereli. Eğer layot diyen welcome andin bunun set title'si
set title deb titlesini nani ko'rsatdi desanglar meni mishaga title degan misha bo'ldi. Android'ningmi titlesini aytsanglar meni misha bo'ldi. Title deymizmi yani? Da bu set titlesini download changong deb o'zgartirib qo'y. Download changong. Andin men bir tal toast chiqib qo'yay. Toast market andin bu yerga bu mushu activity'ni ko'rsatamiz. Welcome activity degan this andin buniki teksti andin buningga toast deb yozgandan keyin qanchalik uzoq chiqadigan mau long alat chiqamdi short alat chiqamdi degan mau short bo'lsa sal nima alat chiqadi masalan ma'lum mau longdan sal azroq vaqt ko'rindi. Bu yerga biz millisekund alatda o'zimiz yozsak bo'ldi. Bu yerga 5 sekund ko'rinsin andin bu yerga 5 sekund bunu mayndaqlam izlitili andin buningki show deb axla surastak bo'ldi. 21 tutilib qo'ymadi. Bu bo'lmaydi yana. Odatda zidan yiqib yozgan bo'lgan şeyda. Undaqda bir tal to'sini yozib oldik. Download jamay o'tgandan download changong deb title so'z yurdi. Endi mau to'st chiqdi. Andan keyin yerga biz buni Android mensifatga tizimli etishimiz kerak. Undaqda biz bu yerda activity name andin welcome andan bir tal yan to'sni qursak hammasi yapildi. Andan bo'ldi bu yer. Andan ma'nasi dedim. Buniki aniqlaymiz. Almayaga o'rtaq zamonda bir aniqlayli. Aniqlaganda biz nimani ishlatamiz deganda edit text bilan bir tal botni ishlatamiz shundami? Private o'rgatganda boshqa nima ishlatilmaydi. Maqsad mushuni onlam ishlatalaymiz. Boshqa extens qilib ishlatilmaydi. Andin private edit text deb yozgandan keyin buni bu yerda bir qator bu yerga name deyli andin user bu user deb yozay andin password deb birini quraylik. Andan keyin edit text bu yerga pass deb birini quray. Andin bu yerda ikkita edit text obyektni aniqlab oldik bu yerda Java'da. Bu import bo'lib Android widget degan bir bog'ning ichiga kirdi. Undaqda biz buni qanday ishlatamiz deganda buni Java'da bundaq aniqlaymiz. Ayga bir qator mana yozgandan keyin user deb yozgandan keyin tang buning edit text ekanligini qanday bu edit text aylantirib andan keyin find you by id orqali buningki id'sini ko'rsatib bersak bo'ldi. et bir deyman. Andin pesh ursak bo'ldi. Andin pass edit text bumi edit text find you by id and then where there id there et2 bu aynı qilinib yozilib bo'ldi. Aniqlash deb yozib qo'yay. Android Studio'ni bir tanishib o'rcha tunindan qilaylik ya. Editor kirgandan keyin fonat andin bu yerdan
Hadi. Buni xatlar o'zgarib ketdi va. Ma'lumotlar tutsin. Andin bununla editor fontes andin mega çıktı emde butonuydu. Yukarıcı teydigini. Aynaklab aldım andin bu yerga endi botdan aynaklaylı private botdan muşum o'xshashi pt deb qo'yay. Andin bu yerga bt tang botdan aylantiriladi. Botdan andin find your by id andin rdr id dr bt1 andin buni aniqlab bo'ldik. Endi biz bu yerda bularni aniqlab ayaga tizimtib iz bo'ldik maynasi diyor. Andin biz bu yerda if else orqali buni hukm qildi. Biz oldida bu yerga bir tal o'zgaruvchi, ikki tal o'zgaruvchi yo'l edi. String bu user deb bir user ishlatdi. User name deb bir nilayli. Andin string user pass deb bir nilay. Andin bu yerda if editdik userning user diyen get textni elep bu deganlik deganda tekstni ol deganlik. Andin buni to string aylantirib andin buni equals qilib selishtiramiz. Equals qilib selishtirib biz downloadlayman bo'lgandan keyin chuqum password bilan mima bilan janxo to'g'ri bo'lganda keku kira olamiz shundami? Keku ochganimi? Shundaq bir unumni biz yaratib aqli javodi. Undaqda ma userning nemisini elib bu user degan gap miyadin keldi. Bu edit textning o'zgarguvchisi. Andaqda nega bir aniqlik bir o'tay user o'zgarguvchi andin bu get tekis mezmunga erishish deb tushunsa bo'ldi. Andin to string olsa buni herib belge belgiga almashtirish. Andin equals'ni biz so'zlagan equalsa tang bo'lganda degan gap bu. Equals selishtirish tang bo'lganda. Andaqda biz ma'no equals'ning ichiga shu mazmunni yozib beramiz.
Nemigi taң bolsa деген şert ma'lum. Undaqda bu buniki nemisi user name taң bolsa biz user namesini bu yerda el kod dep biray. Andın mimasini biz bunu ayak san kirgizden koyduk şimdi ama bununla mında kılayız. 22 50 66 39 93 dep kökü numaramı yazdım. Ondaqda bununla bir birden 9 vaxt yazsın, kirsin. Ondaqda biz bu yani bir bulduk. Ondaqda bunu yazgandan keyin yeni bir selektorga user pass'ni selektorlaymiz. Ondaqda bunun ichiga yeni bir til if else deyish to'g'ri keldi-da endi. Bununla bundaq yazmsak bo'ldi va hamda mabelgi isim oldu hamda degan belge. Ondan bunu ben tushundirib bergan dastlabda. Üzerinin manın get text'i ondan bununla toast'unu aylandırıp equals selektordan mezmun ma'mu. Ondaqda biz bunu user pass degan. Ondaqda bu şundaq bolganda internet arqılıq internet degan bir çoğun bir uqum bu betla o'rtasidagi uchurni almashtirib beradigan bir uqum. Internet new internet biz bundan obyekt aldık ha. An ekratmay turib chiqmayman deydi bu. İnternet andın bu yerga biz barmaq turgan betning ismin o'rnini ko'rsatamiz. Welcome bu yerga oldida mushuning ma'nodan nimbi betga bordi shunama. Main activity de main activity this bunundan welcome degan class bordi dedim. Andın bunundan start activity qilay. Activity andın bu internetni ko'rsatsak bu bet bu start activity deganga bu start boshlash activity degan shu jemeni boshlaydi. Amsa jemeni boshla deb activityni ko'rsatib berdim. Bu activity ma'noda mayga barsa dedi. Ma'o shart qurilganligiga. Andaqda biz agar bu xato bo'lib qolsa, agar xato kirgizib qo'yib qolsak, toastdan birisi chiqsin. Toast degan market text andın bu yerga main activity andın biz bununda andın bu yerga mazmun andın bu yerga toast deb buni yana to'liq yozishimiz kerak. Andın bu yerga show ko'rin degan gap mensi. Mushtaq yazsa bo'l toastni keyin ayrim bir dars qilib ishlaymiz. Shu chal bakib tushunsizlar. Buni zidonga toast qilib ishlatamiz buni. Bununla ben kirgizgan numar xato deb chiqsin ha. Bununla kirgizganingiz
işkinimiz hatta bu bulup kaldı kayıtta kirgizön dep çıksın. Undaqta biz bunu icra qilib ko'rib baqaylı. Hazır asasen ezmoqchi bo'lganimizni ezib boldik. Undaqta icra qilib ko'rib baqaly. Bugün yangi narsadan ikkini o'rgandik. Birinchisi mazmunga erishish, ikkinchisi betatlash deb ikki cho'ng bo'lgan uqumdan birde o'rgandik. Bu ikkisini yana texnik cho'nqurlab yana oldimiz tadqiq qilamiz ham o'rganamiz. Undaqda ma echilib bo'lsin, andan keyin unumini ko'rsak. Endi echilgan bo'ldi. Echildi. Kirgiziniz hatta kayıt kirgizingdayda bu kirishlar. Çünkü beşidilen manın mazmunga erişip ketdi ya. Bununla bir şartni yazmaptık. O bolsun botton iş qo'shmaptık. Shuning uchun bu shundoq chiqdi. Undaqda biz botton ish qo'shib yozatli. Bot bt degan set 10 klik listener deb bir funksiyasi var. Bu bolsa chekilganda taq chekilganda degan gap. Then 10 klik listener deb basgandan keyin navbatdek bir ham shu qo'yib turdi. Andan biz bunun ichiga kiryapmiz. Bo'lmasa hozirgidek nani besib kirganimiz uqmay qoldi va bu. Bu bolsa astagfirullah. Tak çekilgendiki tak çekilgendiki şu diyen neyimiz emdi tak çekilgendiki iş dep qo'yay. Tak çekilgen iş qilib birda işi. Undaqda biz bunu izib chiqarib boldik. Undaqda biz bugün bottunni ishlatishni o'rgandik. Mana 10 kliklarni izib bunga set tangshash 10 klik listenerni tangshaydi. Tangshagan degan tak chekildi degan gap. Tak chekildi degan tangshaydi. Andin new deb obyektga kirib andin view bottun bir view view degan 10 klik listener. View degan bow'ның ichidagi 10 klik listener, ya'ni bottunun tak chekilgan kağıtsını ekirdi. Andın bu yerda public void qiymat qaytarmay turib 10 klik listener 10 klik ismiga o'zgargisi. Andın bunu çekdi, ma parametri bu parametrini keyincha ishlatgandik. O'rganimiz ma overlay degan gap, qoplash degan gap, qoplab etdi degan gap. Biz bunu chiqarib ko'rib baqalaymiz. Hem de resmi tugudi bu.
isim kelqyapatly maçtaq turup mendaq qılıp Undaqda ijro bo'ldi. Bir davomli jamiyaga kirdik. Kirgandan keyin biz bu yerga keyki numarimni yozgan. Undaqda biz bu keyki numarimni yozaylik bu yerga. Bu mayaga yoz deb turib oldi. 22 51 66 93 deb yozgandan keyin enter urib men chiqardim shunama. Ondan men chekib yana 1dan 9gacha yozgan shunama. Enter urib bu yerga chiqardim. Undaqda biz mani ko'rinmas qilsak multi password deb bir nemisi hozir men ichpon ko'rli ochdik. Demo oldi. Download chungon deb chiqdi. Bizning bu yerdagi bu to'sqa ishni yozmoqdik. Qo'ying guanni deb qo'ying. And then this not text diyorni and then biz edit textni yerda bir invertal edit text deb bir passwordda edit text deb bir text va bunga bunun mima shundami mima yozgandan keyin buni nemisini typesni android input typesni biz bunikini text password deb anon qilib qo'yibdik. Buniki number bunu işletmeye durup mani eli bitli. Bunu bir kuş bakayım ne? Bu kandağı bu kumayla kaldım ben edittik ki bunun nemesini kurvalı. Edittik ki bu text password bile tanışıyım bile okşaşken şuna ama biz bunu çıkarvatlı. Maniki san şuna ama Android text types'ni input types'ni input types aya giz tuqqana anda manan ki in types'ni number password text password bunu text password episode'le kan bu text password text password text men ko'mayapman mi yo'qmi hozir ko'rgan tuqqu bilan hamma yozibmi qo'ygan oldin qatim peşit ekan buni text password deb biz bo'ldik. Unoqda realni bo'ldik o'zgartib tutayin bir ko'p baqli
ters iş bu. Endi açılgan bo'ldi. Undaqda tuvandagidek chiqdi shundami? Biz bu yerga birinchisiga Jahon yozgan bo'ldik. Enter urdim. Andin bu yerga Mima yozgan bo'lgan. Buni yozdim, enter urdim. Andin bosdim, kirdi shundami? Qo'ying guangni dedi. Endi onun için gong deb chiqdi. Biz ma'nodagi tekst beunimiş chiqmaydiganda. Bo'ldilar. Bundan Graffiti Center deb qo'ydim. Hem chiqarib baqli. Chiqqancha bo'lmasa keyincha bu da Gmail'den to'g'rilab sandanug'lab chiq yazimiz oldimizda. Men bu yerga xato bosay. Xato bosdim shunaqami? Bu yerga xato bosay. Kirgiziniz xato bo'lib qoldi, qayta kirgizing dedi shundami? Andaqda men bu yerga Mimas to'g'ri, Janhouse xatoni yozay. Kirgiziniz xato bo'lib qoldi dedi shundami? Andaqda men Janhouse'ni xato mani xato yozay, mani Janhouse'ni to'g'ri yozay. Mimas xato, Janhouse to'g'ri. Yani kirgiziniz xato bo'lib qoldi, qayta kirgizing dedimi? Undaqda biz mani to'g'ri yozdik. Endi kirdi shundami? Bunun için gong. Qo'ying guangni dedi. Undaqda bizning qaraşimiz yuqori qilib bo'pti endi. Biz bu saatlik dersimiz edit tekstini ko'rish va ma'lum alayda xosliklarni ko'rish bilan uni Java o'rnida Java ishlatish ni ko'rib o'tdik. Undaqda bugungi dersimiz mushu yerda oxirlashdi.